Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 2026 yilda ayrim pensionerlar ba'zi to'lovlarni umuman to'lamasligi yoki kamroq to'lashi mumkin. Bu gap har bir pensionerga, har bir farzandga va ota-onasining hujjatlarini yuritib beradigan har bir insonga tegishli. Chunki ko'pchilik bilmagani uchun ortiqcha pul to'laydi. Keyin esa nega menga hech kim aytmadi deb qoladi. Men bugun oddiy tilda aytaman. Qaysi to'lovlar haqida gap ketmoqda? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi joyda xato qilib qo'yishadi va amalda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aynan oxirida men hujjatlarni qanday tekshirish, qayerga murojaat qilish va arizada nima yozish kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamning pulini saqlab qoladi. Avvalo shuni tushunib olaylik. Pensioner bo'lishning o'zi avtomatik ravishda hamma narsadan ozod bo'lish degani emas. Mana shu joyda eng katta xato boshlanadi. Ko'pchilik men pensionerman, demak soliq to'lamayman deb o'ylaydi. Yoki aksincha menga kvitansiya keldi, demak majburman deb darrov to'lab yuboradi. Ikkalasi ham har doim to'g'ri emas. Oldin ko'p masalalar qog'ozda yuritilgan. Mahalla bilardi, soliqchi bilardi, kadastrda alohida ma'lumot turardi. Pensiya jamg'armasida alohida ma'lumot turardi. Ba'zida bitta idoradagi ma'lumot ikkinchisiga yetib bormasdi. Natijada pensionerga imtiyoz bo'lishi kerak, lekin tizim uni ko'rmasdi. Yoki uy allaqachon sotilgan, lekin soliq hali eski egasiga kelardi. Yoki kadastrda uy maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lardi. Shuning uchun to'lov ortiqcha hisoblanardi. Hozir esa vaziyat asta-sekin o'zgaryapti. Ma'lumotlar raqamlashtirilmoqda, soliq organlari kadastr, pensiya, FHDYO, mahalla va boshqa bazalardagi ma'lumotlarni solishtirib ko'rishi mumkin. 2026 yilga borib ko'plab to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar yanada avtomatik bo'lishi kutiladi. Bu yaxshi tomoni bilan ham, xavfli tomoni bilan ham muhim. Yaxshi tomoni, pensioner imtiyozi bor bo'lsa, tizim uni tezroq tanishi mumkin. Xavfli tomoni, agar hujjatda xato bo'lsa, xato ham avtomatik davom etadi va sizdan ortiqcha pul talab qilinishi mumkin. Men bugun asosan 3 ta yo'nalishni tushuntiraman. Mol-mulk solig'i, yer solig'i va ayrim mahalliy yig'imlar yoki xizmat to'lovlarida pensionerlar duch keladigan holatlar. E'tibor bering, kommunal xizmatlar, ya'ni gaz, elektr, suv uchun umumiy qoida bo'yicha hamma pensionerlar avtomatik to'lamaydi degan qoida yo'q. Lekin ayrim toifadagi shaxslar, masalan, nogironligi borlar, yolg'iz yashovchilar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun alohida tartib, kompensatsiya yoki yordam bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lovni alohida ko'rish kerak. Birinchi navbatda mol-mulk solig'i haqida gaplashamiz. Oddiy qilib aytsam, uy, kvartira, dala, hovli yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, davlat unga soliq hisoblaydi. Lekin pensionerlar uchun ayrim imtiyozlar bo'lishi mumkin. Bu imtiyoz hamma mulkka emas, odatda ma'lum shartlar bilan qo'llanadi. Eng muhim savol, mulk kimning nomida? U yerda kim yashaydi? Obyekt turi qanday? Maydoni qancha va pensionerning boshqa mulklari bormi? Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli onaxonning nomida bitta hovli bor. Hovli o'zining yashash joyi. Boshqa kvartirasi ham, do'koni ham yo'q. Agar qonunchilikdagi pensionerlar uchun imtiyoz shartlari unga mos kelsa, u mol-mulk solig'idan to'liq yoki belgilangan qismi bo'yicha ozod qilinishi mumkin. Lekin bu yerda men pensionerman deb o'tirish yetmaydi. Soliq bazasida uning pensionerligi ko'rinishi, mulk uning nomida ekani tasdiqlanishi, kadastr ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi holat. 80 yoshli otaxonning nomida ikkita uy bor. Biri o'zi yashaydigan uy, ikkinchisi farzandiga berib qo'yilgan. Lekin hujjatda hali ham otaxonning nomida turibdi. Mana shu yerda ko'p odam adashadi. Imtiyoz odatda barcha mulklarga birdek qo'llanavermaydi. Bitta obyekt bo'yicha yengillik bo'lsa, ikkinchi obyektga soliq kelishi mumkin. Otaxon u uyda o'g'lim yashaydi, men foydalanmayman desa ham, hujjatda egasi otaxon bo'lsa, soliq ham unga hisoblanadi. Shuning uchun hujjatdagi egalik eng muhim omil. Uchinchi holat. Pensioner ayolning nomida kvartira bor, lekin kvartiraning bir qismi ijaraga berilgan. Agar mulk yashash uchun bo'lsa, bir tartib. Tadbirkorlik yoki daromad olish maqsadida ishlatilsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Masalan, kvartiraning bitta xonasi doimiy ravishda ijaraga berilsa, soliq organ daromad bo'yicha savol berishi mumkin.
Bu mol mulk imtiyozidan tashqari ijara daromadi masalasini ham keltirib chiqaradi. Demak, pensionerlik imtiyozi borligi barcha soliq majburiyatlarini yopib tashlamaydi. Endi yer solig'iga o'tamiz. Yer solig'i ko'pincha hovlisi bor pensionerlar uchun dolzarb. Uy joylashgan yer uchastkasi tomorqa, dala, hovli, bog' yoki boshqa yer maydoni bo'lsa, yer solig'i hisoblanishi mumkin. Pensionerlar uchun ayrim holatlarda imtiyozlar bo'ladi, lekin ular ham aniq shartlarga bog'liq. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensioner, ijtimoiy himoyaga muhtoj pensioner yoki qonunda alohida ko'rsatilgan toifalar bo'yicha yengillik bo'lishi mumkin. Hududiy qarorlar ham rol o'ynashi mumkin. Raqam bilan tushuntiraman. Aytaylik. Pensionerning hovlisi uchun yiliga 1,5 ming so'm yer solig'i, 2,5 ming so'm mol mulk solig'i hisoblandi. Jami 400 ming so'm. Agar u imtiyozga haqli bo'lsa, bu summaning hammasi yoki ma'lum qismi kamayishi mumkin. Ammo tizimda uning pensionerligi yoki yolg'iz yashashi ko'rinmasa, unga baribir 400 ming so'mlik talabnoma keladi. U to'lab yuborsa, keyin qaytarish mumkin bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu alohida arza. Tekshiruv va vaqt talab qiladi. Shuning uchun men doim aytaman, avval tekshiring, keyin to'lang. Yana bir misol. Samarqandda yashovchi 65 yoshli pensionerning nomida 6 sotiq yerli hovli bor. Kadastrda esa eski o'lchov bo'yicha 10 sotiq deb qolgan. Soliq 10 sotiqdan hisoblanadi. Pensioner har yili o'rtacha to'lab keladi. U stavka oshib ketibdi deb o'ylaydi. Aslida muammo stavkada emas. Kadastrdagi noto'g'ri maydonda. Bunday holatda soliq idorasiga borib janjal qilishdan oldin kadastr hujjatini tekshirtirish kerak. Chunki soliqchi ko'pincha kadastr bergan maydon asosida hisoblaydi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchidan, nomida 2 yoki undan ortiq uy joyi bor pensionerlar. Ikkinchidan, uy yoki yer hujjati eski bo'lganlar. Uchinchidan, turmush o'rtog'i vafot etgan, lekin meros rasmiylashtirilmaganlar. To'rtinchidan, farzandlar yashayotgan uy hali ham pensioner ota-onaning nomida turgan holatlar. Beshinchidan, oxirgi yillarda uy sotgan, hadya qilgan yoki meros qilib bergan, lekin soliq bildirishnomasi hali ham o'ziga kelayotganlar. Mana shu odamlar 2026 yilgacha hujjatlarini tartibga solmasa, ortiqcha to'lov yoki qarzdorlikka duch kelishi mumkin. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar pensionerning nomida bitta uy bo'lsa, kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lsa, soliq organida imtiyoz avtomatik aks etgan bo'lsa, oldingi yillarda ham to'lov to'g'ri hisoblangan bo'lsa, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta shaxsiy kabinet yoki soliq idorasi orqali qarzdorlikni tekshirib qo'yish kerak. Chunki bitta texnik xato ham keyin katta muammoga aylanadi. Endi istisnolar va ko'rinmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala pensionerlik guvohnomasi bor, lekin mulk boshqa odam nomida. Masalan, uyda pensioner ona yashaydi, lekin uy o'g'lining nomida. Ona pensioner bo'lgani uchun uy solig'i bo'yicha imtiyoz avtomatik berilmaydi. Chunki soliq to'lovchi hujjatdagi egadir. O'g'il pensioner bo'lmasa, soliq o'g'il nomiga hisoblanadi. Ko'pchilik aynan shu joyda uyda onam yashaydi-ku deb e'tiroz bildiradi. Lekin soliq uchun asos yashash emas, mulk huquqidir. Ikkinchi nozik masala meros rasmiylashtirilmagan uy. Otaxon vafot etgan, uy uning nomida qolgan. Onaxon yashayapti, farzandlar esa keyin qilamiz deb yuribdi. Soliq bildirishnomasi marhum nomiga, eski hisobga yoki merosxo'rlardan biriga kelishi mumkin. Bunday holat yillar davomida cho'zilsa, qarzdorlik, penya va hujjat muammosi paydo bo'ladi. Men bunday oilalarga doim maslahat beraman. Meros masalasini kechiktirmang. Notariusga boring, meros huquqini rasmiylashtiring, keyin kadastr va soliq bazasini yangilang. Uchinchi nozik masala imtiyoz faqat ariza bilan qo'llanishi mumkin bo'lgan holatlar. Ba'zi ma'lumotlar avtomatik keladi, lekin hammasi emas. Masalan, yolg'iz yashash holati, ijtimoiy yordamga muhtojlik, nogironlik guruhi, urush yoki mehnat faxriysi maqomi kabi holatlar alohida tasdiqlovchi hujjat talab qilishi mumkin. Agar pensioner bu hujjatni taqdim qilmasa, tizim uni oddiy soliq to'lovchi sifatida ko'rishi mumkin. Shuning uchun davlat o'zi biladi deb ishonib qolish har doim ham to'g'ri emas. To'rtinchi nozik masala. Tadbirkorlik uchun ishlatilayotgan mulk. Agar pensionerning hovlisida do'kon ochilgan bo'lsa, garaj ustaxona sifatida ishlatilsa, uy mehmonxona yoki ijara obyekti sifatida foydalanilsa, imtiyoz masalasi boshqacha ko'rilishi mumkin. Chunki bu yerda shaxsiy yashash joyi bilan daromad keltiruvchi obyekt farqlanadi. Pensioner bo'lsa ham
daromad olish faoliyati alohida majburiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. 5-nozik masala qarzdorlikni vaqtida ko'rmaslik. Ba'zan odam soliqni to'lamaydi, chunki men ozodman deb o'ylaydi. Lekin tizimda imtiyoz qo'llanmagan bo'ladi. 1 yil o'tadi, 2 yil o'tadi, qarz ustiga penga qo'shiladi. Keyin bank kartasidan undirish, ijro hujjati, notarial harakatlarda cheklov kabi noxush holatlar chiqishi mumkin. Men pensionerlarga shuni aytaman, agar to'lovni to'g'ri deb hisoblasangiz, indamay yurmasdan yozma ravishda aniqlik kiriting. Yozma javob bo'lsa, keyin o'z huquqingizni himoya qilish oson bo'ladi. 6-nozik masala mahalliy yig'imlar va xizmat to'lovlari. Masalan, chiqindi olib ketish xizmati. Ko'p qavatli uyda umumiy mulkni saqlash, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari. Bular soliq emas, xizmat haqi bo'lishi mumkin. Pensioner men soliqdan ozodman deb chiqindi yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovini to'lamaslikka haqli bo'lib qolmaydi. Lekin ayrim hududlarda ijtimoiy himoyaga muhtojlar uchun chegirma, kompensatsiya yoki mahalla orqali yordam bo'lishi mumkin. Buni albatta mahalla, tuman hokimligi yoki xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan aniqlash kerak. 7-nozik masala. 2026 yil uchun stavkalar va imtiyozlar har yili tasdiqlanadigan hujjatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men hech kimga siz 100% to'lamaysiz deb ko'rko'rin aytmayman. Men ekspert sifatida to'g'ri yo'lni aytaman. O'z toifangizni aniqlang, mulkingizni tekshiring, soliq hisob kitobini oling, imtiyoz asosini hujjat bilan tasdiqlang. Shunda siz haqiqatan ham to'lamaslikka haqli bo'lsangiz, ortiqcha pul bermaysiz. Birinchi qadam o'zingizning nomingizda qanday mulklar borligini aniqlang. Buning uchun kadastr hujjatlarini ko'ring. Agar qo'lingizda eski hujjat bo'lsa, tuman kadastr bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. MyCoop.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Sizga kerak bo'ladigan ma'lumotlar: obyekt manzili, kadastr raqami, maydoni, mulk turi, egasi kimligi va ro'yxatdan o'tgan sana. Ikkinchi qadam soliq qarzdorligi va hisoblangan summalarni tekshiring. Buni soliq organining shaxsiy kabineti, mobil ilovalar, davlat xizmatlari markazi yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali qilish mumkin. Agar siz internetdan foydalanmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki pasportingiz bilan soliq idorasiga boring. Mening nomimda 2026 yil uchun qanday mol mulk va yer solig'i hisoblangan, imtiyoz qo'llanganmi deb so'rang. 3-qadam pensionerlik va boshqa maqomni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHSHIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, TMI yoki vakolatli organ bergan hujjat kerak bo'ladi. Agar meros masalasi bo'lsa, notarius hujjatlari kerak bo'ladi. 4-qadam imtiyoz so'rab ariza yozing. Arizada juda murakkab gaplar shart emas. Masalan, shunday mazmunda yozish mumkin: men falonchi pensioner sifatida nomimdagi falon manzildagi ko'chmas mulk va yer uchastkasi bo'yicha amaldagi qonunchilikka muvofiq imtiyoz qo'llanishini so'rayman. Hisoblangan soliq summalarini qayta ko'rib chiqishingizni va natijasi bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Eng muhimi, ariza qabul qilingani tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling. 5-qadam, agar siz allaqachon ortiqcha to'lab yuborgan bo'lsangiz, qayta hisob kitob so'rang. Bunda ortiqcha to'langan summani kelgusi to'lovlarga hisobga olish yoki qaytarish masalasini ko'tarish mumkin. Qaytarish tartibi alohida bo'lishi mumkin. Bank rekvizitlari so'ralishi mumkin. Lekin avvalo soliq organi siz haqiqatan ham ortiqcha to'laganingizni tan olishi kerak. 6-qadam, agar xato kadastrda bo'lsa, soliq idorasidan emas, avvalo kadastrdan boshlang. Maydon noto'g'ri, egasi noto'g'ri. Obyekt turi noto'g'ri bo'lsa, soliq hisob kitobi ham noto'g'ri bo'ladi. Masalan, uy takli kvadrat metr, lekin ba'zida bektakli kvadrat metr ko'rsatilgan bo'lsa, soliq ham shunga qarab ortadi. Bunday holatda kadastr ma'lumotlarini tuzatish uchun ariza bering. Keyin soliqni qayta hisoblatish kerak. 7-qadam, hech qachon og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Siz to'lamasangiz ham bo'ladi, keyin kelarsiz. Tizim o'zi tuzatadi degan gaplar keyin sizni himoya qilmaydi. Sizda yozma ariza, qabul qilingan raqam, rasmiy javob bo'lishi kerak. Ayniqsa 2026 yilga kelib raqamli nazorat kuchaysa, rasmiy iz qoldirish juda muhim bo'ladi.
8. qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar telefon ilovasi, elektron imzo, shaxsiy kabinet bilan ishlay olmaydi. Lekin bu ularning huquqidan voz kechish kerak degani emas. Farzandlar bir kun vaqt ajratib, ota-onasining mulklarini, soliqlarini, qarzdorligini, imtiyozlarini tekshirib bersa, ba'zan 100 minglab so'm, ayrim holatda millionlab so'm ortiqcha to'lovning oldi olinadi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasligi yoki kamaytirib to'lashi mumkin, lekin bu hamma uchun avtomatik va cheksiz qoida emas. Eng muhim narsa, mulk kimning nomida, hujjatlar to'g'rimi, imtiyozga asos bormi? Soliq bazasida bu ma'lumot aks etganmi? Kvitansiya keldi deb darrov to'lab yubormang. Lekin men pensionerman deb umuman tekshirmay yurib ham qolmang. Bugun pasport, pensiya hujjati va kadastr hujjatlarini olib o'zingizning holatingizni tekshiring. Agar shubha bo'lsa, soliq idorasidan yozma tushuntirish so'rang. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni 2026 yilni kutmasdan tuzating. Sizning hududingizda pensionerlarga qanday imtiyozlar qo'llanyapti? Sizga soliq yoki boshqa to'lov bo'yicha noto'g'ri hisob-kitob kelganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki o'z huquqini bilgan odam ortiqcha to'lamaydi.